Bu abadok yasashni bilamiz, shuni yasashni o'rgating deb tashlabdilar podpiskamga bitta qiz. Ammo albatta ularga yasashni o'rgataman deb shularni kerakli narsalarni yonimga yig'ib oldim. Ularga abadok, lenta, mana shunaqa jemchug, mixlar, keyin shunaqa koltyochkalar kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib bizning qiladigan ishimiz miximizga mana shunaqa qilib jemchuglarimizni o'tkazib ko'p qilib olamiz. Rosa ham ko'p bo'lishi kerak. Bunaqani qilib olganimizdan keyin mana o'zi ko'payib ketdi. Keyin abadokimizga oq lentani o'rab chiqamiz. Oq lentani o'rab olgandan keyin uni akkuratniy qilib, chiroyli qilib chetlarini kesib, zajigalkada kuydirib olamiz. Hech qatida hech qanaqa sochlarga botmaydi. Keyin 0.5 razmerli simni olib, keyin uni ichiga rosa ko'p dur o'tkazib olamiz unga. Durlarni o'tkazib olganimizdan keyin abadokka o'rashni boshlaymiz. Mana shunaqa chiroyli qilib, sochga botmaydigan qilib o'raladi. Qizlar ikkita-ikkitadan qo'yib o'rasanglar chiroyli chiqadi. Keyin ularni o'rab bo'lganimizdan keyin qizlarjonlar orasini sanaymiz, sanab o'rtasini belgilab, keyin boyiga mixlarga o'tkazgan jemchuglarimizni mana shunaqa qilib ilib chiqib bir-biriga qotiramiz. Bir-biriga qotirganimizdan keyin voila, shunaqa chiroyli bo'lib